Zahra ayda. Nikahı yaşka bak saadet koyuyor. Baklı koyunca ileride nasıl büyük koyuyor. Bitta qarsaygusin, shuni yerga qo'shilganlar qarsaygusin. Ota bu uzilma shunday emishdaki, avlodlari zanjirini bog'lab turadi. Ona bu farishta shunday malaki, quvonchingni ko'rib turadi. Ota-ona mehribon yaratguvchidir. Bir parcha eti dengilg'aydi seni, ota-ona mehribon, o'soliq do'stdir, ajratib sevmaydi, hech o'g'il qizni. To'ylar muborak bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin, Xudoga marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun katta to'y tadbiri. Shu faqat Baktırımın bunu inşallah hayatlarında zamanını geçiyor. Diğer bakın diye sordu. Sabahçılarımız, kıyavım atamayacağım. Kızım Zahra Oy. Bu 2 yaşta baxt tilayman. Uşaqlaringizni. Qudachilik, ming yilchilik deydi o'zbek xalqimiz, ming yillik qarindoshmiz, deyishga biz haqlimiz. Ming yillik qarindoshlik sababsiz shu yoshlar baxtli bo'lsa, shunda biz ham baxtlimiz. Dezavol bo'lsin baxt osmonidagi musaffo. 2 yoshga chinordek uzoq umr tilaylik. Ostonasi ko'rmasin sira ham qo'llik jafo. Kelgusi yil albatta Tolmas akamiz, Ruqiyaxon opamiz, Yarmat opamiz, Sayyoxon opamiz xonadonlariga qo'shiqlar beshik olib kelganda beshik to'yga kelaylik deganlar bitta qarsak bormi? Bitta qarsak chalib qo'yinglar. Ana endi kelin-kuyovlarimizni davraga taklif etamiz. Ota-onalarni chiroyli bir kelin-kuyovlar onajonlarga chiroyli kunlari bor. Tabriklaydi to'ylar bo'lsin.